Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob, 10-dars, 5-qism, 55-bet. Hamid so'ramoqda: Ayna abuka ya Muhammadu? Ey Muhammad, sening otang qayerda? Abi fil Kuwayti. Otam Kuvaytda. Huwa tabibun shahirun. U mashhur tabib. Ayna ummuka? Sening onang qayerda? Hiya aydan fil Kuwayti ma'a abi. U otam bilan birga Kuvaytda. Hiya mudarrisatun hunaka. U o'sha yerda mudarrisa. Hiya bu yerda Muhammadning onasiga qaytmoqda, ya'ni u mening onam o'sha yerda, hunaka bilan bu yerda Kuvaytga ishora qilmoqda. Kuvaytda mudarrisa demoqda. Azahabta ilal Kuwayti ya Muhammadu? Ey Muhammad, Kuvaytga bordingmi? Na'am zahabtu. Ha, bordim. E'tibor bersangiz, dialogda zahabta va zahabtu ikkita fe'l kelmoqda. Bugungi o'rganadigan qoidamiz mozi, ya'ni o'tgan zamon fe'lidir. Mozi o'tgan zamon fe'li u ish harakat gapirilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganligiga dalolat qiladi. Bu ta'rif avvalo mozi o'tgan zamon fe'li o'z ichiga ish harakatni olishligi tushuniladi. Masalan, yugurish, yurish, kulish, xursand bo'lish, ekish, tikish, hosil olish va shu kabi ish harakatlarni o'z ichiga oladi. Ta'rifning keyingi qismida esa o'sha ish harakat gapirilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganligi tushuniladi. Masalan, xaraja Muhammadun minal bayti va zahaba ilal masjidi. Muhammad uydan chiqdi va masjidga ketdi. Xaraja chiqish va zahaba ketish, bu ikkisi ish harakatni bildiradi. Hamda bu chiqish va ketishlik ish harakatlari gapiruvchi tarafidan bizga xabar berilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganligini anglatadi. Demak, mozi o'tgan zamon fe'lidan ikki narsa tushuniladi. Birinchisi ish harakati, ikkinchisi esa shu ish harakat gapirilishdan oldingi zamonga borib bog'lanib, gapirishdan oldin sodir bo'lganligi tushuniladi. Va mozi o'tgan zamon fe'li 14 siyg'ada tuslanadi. G'oib 3-shaxs 6 siyg'ada tuslanadi. Zahaba bitta erkak kishi ketdi. Zahabat bitta ayol kishi ketdi. Zahaba ikkita erkak kishi ketdi. Zahabata ikkita ayol kishi ketdi. Zahabu ko'p erkak kishilar, eng kami 3 ta va undan yuqori erkak kishilar ketdilar. Zahabna 3 ta va undan yuqori ayol kishilar ketdilar degan. Muxotob tinglovchi ikkinchi shaxs ham 6 siyg'ada tuslanadi. Zahabta bitta erkak kishi, sen ketding. Zahabti bitta ayol kishi, sen ketding. Zahabtuma ikkita erkak kishi va ikkita ayol kishi, ikkisiga ham siz ketdingiz deb bir xil ishlatiladi. Zahabtum 3 ta va undan yuqori ko'p erkak kishilar ketdingiz. Zahabtunna 3 ta va undan yuqori ko'p ayol kishilar siz ketdingiz. Mutakallim so'zlovchi birinchi shaxs 2 siyg'ada tuslanadi. Zahabtu men ketdim, zahabna eng ozi 2 kishi va undan yuqori biz ketdik degani. Demak, jami mozi o'tgan zamon fe'li 14 siyg'ada tuslanadi. Har bir fe'lni vujudga keltiruvchi, amalga oshiruvchi, bajaruvchisi bo'lishi lozim. Ish harakatni bajarguvchisi arab tilida fa'il deyiladi. Mozi o'tgan zamon fe'lining 12 ta siyg'asida shu fe'lning bajarguvchisi fa'ili fe'lning oxiriga ulanib, tutashib, zamir muttasil keladi. Zahaba va zahabata bu ikki siyg'ada fe'lning oxiriga tutashib kelgan mana bu alif zamir muttasil bo'lib, shu fe'lning bajarguvchisi fa'ili hisoblanadi. Zahaba u ikki erkak kishi ketdi ma'noda bo'lsa, zahabata esa u ikki ayol kishi ketdi bo'ladi. Zahabu bu siyg'aning oxirida kelgan vov ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning fa'ilidir. Ma'nosi hum ular degani, ya'ni ko'p erkak kishilar. Zahabu ular ketdilar.
Zahabna siyg'asining oxiridagi nun ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Ma'nosi hunna ular degani, ya'ni ko'p ayollar ketdilar. Zahabta bu siyg'aning oxiridagi ta ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Anta sen deb bitta erkak kishiga zahabta ketding degani, zahabtida esa mana bu ti ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Sen bitta ayol ketding. Zahabtuma bu ikki siyg'aning oxirida kelgan tuma ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Ma'nosi zahabtuma siz ikkingiz ketdingiz. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham birday ishlatilaveradi. Zahabtum siyg'asining oxiridagi tum ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Ma'nosi sizlar ko'p erkak kishilarga zahabtum ketdingiz degani. Zahabtunna siyg'asining oxiridagi tunna ism zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Ma'nosi sizlar ko'p ayol kishilarga zahabtunna ketdingiz degani. Zahabtu siyg'asining oxiridagi tu zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisi. Ma'nosi zahabtu men ketdim. Zahabna siyg'asining oxiridagi cho'zilgan na zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Ma'nosi biz ketdik. Demak, mozi o'tgan zamon fe'lining foillari 14 siyg'adan 12 siyg'ada fe'lning oxiriga yopishib, ulanib kelguvchi zamir muttasil bajarguvchisi foili hisoblanadi. Va o'sha foil zamir muttasillarni fe'ldan ajratilgan holati ushbu ko'rinishdadir va bular mozi fe'lining 12 siyg'asida foillari hisoblanadi. Ammo g'oyib, mufrat, muzakkar va muannas ikki siyg'ada bu fe'llarning foili bajarguvchisi fe'ldan keyin zohiriy bir ochiq ism foili keladi. Masalan, Xoraja Hamidun minal bayti. Hamid uydan chiqdi. Xoraja mozi o'tgan zamon fe'li, uning foili bajaruvchisi ushbu fe'ldan keyin zikr qilinib kelgan Hamidun ismidir. Ya'ni Hamid uydan chiqdi degani. Xorajat tolibu minal bayti. Talaba uydan chiqdi. Bu misolda ham xoraja mozi o'tgan zamon fe'li, uning foili bajarguvchisi ushbu fe'ldan keyin ochiq zikr qilinib kelgan zohiriy ism at-tolib talabadir, ya'ni talaba uydan chiqdi degani. Shuningdek, xorajat Fatimatu minal bayti. Xorajati tolibatu minal bayti. Fatima uydan chiqdi, toliba uydan chiqdi. Bu misollarda ham xorajat mozi o'tgan zamon fe'li bo'lib, bu fe'llarning bajarguvchisi foili ushbu fe'llardan keyin zikr qilinib kelgan. Birinchi misolda Fatimadir, ya'ni Fatima uydan chiqdi degani. Ikkinchi misolda esa tolibadir, ya'ni toliba qiz uydan chiqdi degani. Ammo shu g'oyib, mufrat, muzakkar va muannas ikki siyg'aning foili bajarguvchisi fe'ldan keyin ochiq ism zikr qilinib kelmasligi ham mumkin. Masalan, xuddi shu misolning davomini o'qisak, xoraja Hamidun minal bayti va zahaba ilal masjidi. Zahaba ketdi, mozi o'tgan zamon fe'li, shu fe'ldan keyin foil zikri kelmagan. Bu holatda zahaba ketdi fe'lining bajarguvchisi foili zahaba ketdi fe'lining ichiga yashirinib kelgan huwa zamir deb e'tibor qilinadi. Hamda o'sha yashiringan zamir o'zidan oldingi ismga qaytadi. Bu misolda Hamidga qaytadi. Shunda jumlaning to'liq tarjimasi Hamid uydan chiqdi va u masjidga ketdi bo'ladi. Shuningdek, muannas siyg'ada ham xorajat Fatimatu minal bayti va zahabat ilal madrasati.
zahabat fe'li mozi, undan keyin uning bajarguvchisi foili zikri kelmadi. Demak, uning bajarguvchisi bu o'rinda zahabat fe'lining ichiga yashiringan hiya zamir deb e'tibor qilinadi hamda bu zamir o'zidan oldingi zikri o'tgan ismga qaytadi. Bu misolda Fatima, ya'ni Fatima uydan chiqdi va u madrasaga ketdi deb. Demak, mozi fe'lida g'oyib, muzakkar va muannas mufrad birlikda ikki siyg'aning foili fe'ldan keyin yo zohiriy ochiq bir ism uning bajarguvchisi foili zikr qilinib keladi. Ammo bu ikki siyg'ada bajarguvchisi foili zikr qilinib kelmasa, fe'lning ichiga zamir yashirinib keladi. Zahabada huva yashirinib, zahabatda hiya yashirinib keladi va o'sha yashirinib kelgan zamir mustatirlar o'zidan oldin zikri o'tgan bir ismga qaytadi. Mozi fe'liga tegishli oxirgi masala zahabat va zahabata. Bu ikki siyg'ada fe'lning oxirida ta harfi kelgan. Bu muzakkar siyg'ani muannas siyg'asidan ajratishlik uchun hamda fe'lning muannas ekanligiga alomat belgi bo'lishlik uchun keltirilgan ta harfidir. Zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuma kabi zamir muttasil ism emasdir, balki muzakkar siyg'adan muannas siyg'ani ikkisini orasini farqlab ajratib olishlik uchun fe'lning muannas ekanligiga alomat belgi bo'lishlik uchun kelgan ta harfdir bu. Dialogga qaytsak, azahabta ilal Kuwayti ya Muhammadu. Ey Muhammad, Kuvaytga bordingmi? Zahaba fe'li mozi, ta esa zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning bajarguvchisi foilidir. Na'am zahabtu, ha bordim. Zahaba fe'li mozi, tu zamir muttasil bo'lib, ushbu fe'lning foili bajarguvchisidir. Shu bilan bugungi dars nihoyasiga yetdi. Bugungi darsda biz mozi o'tgan zamon fe'lini o'rgandik. Mozi o'tgan zamon fe'li u biror bir ish harakat gapirilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganligiga dalolat qiladi hamda mozi fe'li 14 siyg'ada tuslanadi. Bu 14 siyg'adan 12 siyg'ada foili bajarguvchisi fe'lning oxiriga yopishib zamir muttasil keladi, ammo ikki siyg'ada esa foillari yo fe'ldan keyin ochiq zohiriy ism zikr qilinib keladi. Ochiq bir ism kelmasa, zahabada huva zamir mustatir ichiga yashirinib keladi. Zahabatda esa hiya zamir mustatir fe'lning ichiga yashirinib uning bajarguvchisi foil keladi. Zahabat va zahabata ikki siyg'aning oxirida kelgan ta bu fe'lni muzakkar siyg'adan muannas siyg'ani orasini ajratishlik uchun hamda bu ikki fe'lni muannas ekanligini ifoda qilib alomat bo'lishlik uchun kelgan harfdir. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.